Qabulimda 13-15 marotibagacha homilasi rivojlanmasligi shikoyati bilan tashrif buyurishdi. Ketma-ket homila rivojlanmasligining asosiy sababi torch infeksiyasi deb o'ylashar ekan. Torch infeksiyasi bu o'zimizning infeksiya, u biz bilan yashaydi. Keling, homila rivojlanmasligining asosiy sabablari haqida to'xtalib o'taman. 60% holatlarda embrion patologiyasi, embriondagi xromosoma kasalliklari sabab bo'ladi. Undan tashqari, erkak urug'i sifati va ayol tuxum hujayra sifatining pastligi gormonal buzilishlardan dalolat beradi. Ayoldagi qon yuvish sistemasidagi muammolar, bachadon ichi endometriy patologiyasi, bachadon tug'ma rivojlanish nuqsonlari, ayolning umumiy holati, o'pka yurak kasalliklari, og'ir anemiyasi, rezus nomutanosiblik kabi holatlar bunga sabab bo'ladi. Agar siz homilangiz sog'lom tug'ilishni xohlasangiz, unda bizga murojaat qiling. Bu borada biz sizga yordam bera olamiz.